Assalomu alaykum. Ushbu videoda Osonkassa adminga qo'shilgan yangi imkoniyat. Faktura.uz orqali import qilinayotgan markirovkali mahsulotlarni tekshirib kirim qilish tartibi bilan tanishamiz. Videoda Faktura.uzdagi ma'lumotlarni yetkazib beruvchidan yetib kelgan mahsulotlardagi markirovkalar bilan qanday solishtirish, ularni qanday tekshirish va tizimga to'g'ri tarzda kiritish jarayoni bosqichma-bosqich ko'rsatiladi. Bu yangi imkoniyat Postupleniya bo'limida Faktura.uzdan import qilish qismiga qo'shilgan. Ishni boshlash uchun yangi kirim hujjatini yaratamiz. Bunda tip postupleniya, ya'ni kirim turi sifatida prihod tanlanishi kerak. Diqqat qiling, aprihodovniya orqali bu funksiyani ishlatib bo'lmaydi. So'ng Podbor tovarov oynasidan ortga qaytamiz va Importsi Faktura.uz tugmasini bosamiz. Kerakli ma'lumotlarni kiritib, Faktura.uzda avtorizatsiya qilamiz. Har doimgidek kerakli faktura hujjatini tanlab, Import tugmasini bosamiz. Agar Faktura.uzdan kirib kelayotgan mahsulotlarning markirovkasini real yetib kelgan mahsulotlar bilan solishtirib tekshirmoqchi bo'lsak, shu yerda tasdiq belgisini qo'yib, Подтвердить tugmasini bosamiz. Mahsulot nomlanishlari to'liq muvofiq. Сохранить tugmasini bosamiz. Biroz avval import qilishni tasdiqlash tugmasini bosganimiz uchun ushbu ma'lumotlar bu oynada avtomatik ravishda paydo bo'ldi. Jami, tekshirilgan, tekshirilmagan. Markirovkalarni tekshirish uchun Проверка markirovок tugmasini bosamiz. Ushbu ochilgan oyna markirovkalarni tekshirish oynasi. Bu oynada mahsulotlar, bunisida esa tanlangan mahsulotning markirovkalari joylashgan. Все barchasi Товарисы markirovki, markirovkali mahsulotlarni ajratib olish. Проверено tekshirilgan mahsulotlar, не проверено hali tekshirilmagan mahsulotlar. Товары без markirovki, markirovkasiz mahsulotlar. Jarayonni boshlash uchun mahsulotni alohida tanlash shart emas. Shunchaki Начать проверку tugmasini bosamiz. Keyin ochilgan oynada bizga yetkazib beruvchidan kelgan mahsulotlarning markirovkalarini skanerlashni boshlaymiz. Skan qilish jarayonida kompyuterda caps lock yoqilgan bo'lsa, shunday xatolik yuz beradi. Xuddi shuningdek, agar kompyuter tili ingliz tilidan boshqa tilda bo'lsa, tizim markirovkani to'g'ri o'qiy olmaydi va xatolik chiqaradi. Shu sababli caps lock o'chirilganligi va kompyuter tili ingliz tiliga o'tkazilganligini tekshirib olish kerak. Agar skanerlangan mahsulot markirovkasi bizning Faktura.uz hujjatidagi markirovkaga mos kelsa, u tizim tomonidan qabul qilinadi. Aks holda quyidagi xatolik paydo bo'ladi. Skaner qilingan markirovka kodi hujjatda topilmadi. Har bir markirovka tekshirilgach, ro'yxatda mos mahsulot markirovkasi yonida tekshirilgan holatda aks etadi. Bu tekshirilgan markirovkani bekor qilish tugmasi. Bu oynada siz markirovkalarni ketma-ket skanerlashingiz mumkin. Har bir markirovka avtomatik tarzda ro'yxatdagi mos mahsulot markirovkasi bilan solishtiriladi va tekshiriladi. Mahsulotni qo'lda izlab, unga markirovkani birma-bir tanlash shart emas. Bu usul tezroq, qulayroq va xatoliklarni kamaytiradi. Отменить проверку tugmasini bossangiz, bekor qilish oynasi ochiladi. Bu yerda siz ilgari tekshirilgan, lekin endi bekor qilmoqchi bo'lgan markirovkalarni shunchaki skanerlashingiz mumkin. Tizim har bir skanerlashda markirovkani aniqlaydi, ro'yxatdagi mos mahsulot markirovkasini topadi va uni avtomatik tarzda bekor qiladi. Bu usul qo'lda mahsulot qidirib, kerakli kodni izlab bekor qilishga qaraganda tezroq, soddaroq va xatolikdan xoli.
Jarayon yakunlangach, Zavershit tugmasini bosamiz. Bu yerda hali tekshirilmagan markirovkalar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Agar biz Aktivirovat tugmasini bosib, hujjatni aktiv qilishga urinsak, tizim ogohlantiradi. Bu vaqtda tasdiqlash tugmasini bosish hujjatni aktiv holatga o'tkazmaydi. Tekshirilmagan markirovkalar bilan davom etmoqchi bo'lsak, "Вы согласны" degan joyga tasdiq belgisini qo'yamiz va undan so'ng tasdiqlash tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi. Agar barcha markirovkalar oldindan to'liq tekshirilgan bo'lsa, bu ogohlantirish chiqmaydi va hujjat to'g'ridan-to'g'ri aktiv bo'ladi. Shuni ham unutmangki, hujjatni aktivlashtirish uchun faktura.uz'dagi hujjat holati "Опубликован" bo'lishi kerak. Agar boshqa holatda bo'lsa, aktivlashtirishga ruxsat berilmaydi. Sababi, bunday hujjatlar hali soliq tizimida balansingizga o'tmagani hisoblanadi. Bu esa balansga o'tmagan mahsulotlarning realizatsiyasini oldini olish uchun muhim. Endi siz faktura.uz'dan yuklangan hujjatlar orqali markirovkalarni to'g'ridan-to'g'ri tekshirishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.